Bizning maqsadimiz yaxshi kiyinib yurish, yaxshi ovqatlarni yeyish, yaxshi uylarda yashash emas. Bu topgan narsalar, mol-mulklar hammasi shu dunyoda qolib ketadi. Agar zo'rlik kelsa soqol qo'ymasligingiz mumkin. Zo'rlik kelsa, masalan, ba'zi bir toatlarni ko'rinishda yuzaki bajara olmasligingiz mumkin. Lekin qalbingizga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Haqiqiy taqvo bu insonning qalbida bo'ladi. Bizning hayotimizda maqsadimiz bir narsalarga erishishlik, bir natijaga erishishlik emas. Birdan bir maqsadimiz Allohga musulmon bo'lib yo'liqishlik bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo aytadiki: Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey iymon keltirganlar, ey iymoni bor, mu'minlikni da'vo qilgan kishilar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va sizlar faqat musulmon bo'lgan holatda dunyodan o'tinglar dedi. Allohdan haqiqiy taqvo qilishligimiz bizni musulmon holatda dunyodan o'tishlikka olib keladi. O'zi maqsad ham shu o'zi. Bizning maqsadimiz yaxshi kiyinib yurish, yaxshi ovqatlarni yeyish, yaxshi uylarda yashash emas. Bu joyda yig'ilishligimizdan maqsadimiz ham qanday qilib turib biz islomimizni, iymonimizni saqlab qolamiz, qanday qilib Allohga mo'min bo'lib yo'liqamiz. Bu topgan narsalar, mol-mulklar hammasi shu dunyoda qolib ketadi. Yaqin kunda hammamiz Allohga yo'liqamiz. Mana shu kunda agar kim mo'min bo'lib yo'liqsa, Allohga haqli bo'ladiki, inshaalloh uni jannatga kirgizishlik. Buni bir qancha dalillardan Alloh taolo buni va'da bergan bizga. Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar va Allohga musulmon bo'lgan holatdagina yo'liqinglar. Insonning eng asosiy o'zi holati 3 ta bo'ladi. Tug'ilishlik payti va o'lish payti va qiyomat kuni tirilish payti. Mana shu 3 ta holatda inson salomat qolishligi eng muhim o'rin. Tug'ilishligimiz bizga bo'lib o'tdi, alhamdulillah, salomat tug'ildik hammamiz. Tug'ilishlikda salomat bo'ldik. Endi oldimizda o'lish bilan qiyomat kuni tirilish qoldi. Qiyomat kuni tirilishlik shu dunyoda o'lishlikka bog'liq. Kim bir narsani ustida o'lsa, o'sha narsa ustida tiriladi. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida aytganki, Alloh subhanahu va taoloni Karim ismi bilan aytib, bu Allohu Karimni holati, sunnati shuni taqozo qildiki, kim nima ustida yashasa, o'sha narsa ustida o'ladi. Kim nima narsa ustida o'lsa, o'sha narsa ustida tiriladi. Demak, qiyomat kuni musulmon bo'lib Allohga tirilishligimiz uchun musulmon bo'lib o'lishligimiz kerak. Musulmon bo'lib o'lishlik uchun musulmon bo'lib yashash kerak. Musulmon bo'lib yashashlik uchun Allohdan haqiqiy taqvo qilishlik kerak. Taqvo o'zi nima va haqiqiy taqvo nima? Taqvo bu degani Alloh taoloning savobini Alloh ko'rsatgan narsa bilan Alloh taolodan qo'rqishlik, Alloh taolodan umid qilishlik, Allohning shariati bilan. Ya'ni taqvo bu asli arab tilida viqoya kalimasidan, do'zaxdan saqlanishlik degani. Siz o'zingiz bilan do'zaxning o'rtasiga bir to'siq qo'yishlik taqvo degani. Haqiqiy taqvo qilishlik bu inson qalbi bilan bo'ladi. Inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi. Inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi. To'g'ri, badanga ba'zi bir zo'ravonliklar bo'lishligi mumkin. Agar zo'rlik kelsa soqol qo'ymasligingiz mumkin. Zo'rlik kelsa, masalan, ba'zi bir toatlarni ko'rinishda yuzaki bajara olmasligingiz mumkin. Lekin qalbingizga hech kim xo'jayinlik qila olmaydi. Haqiqiy taqvo bu insonning qalbida bo'ladi. Bu birinchi qoida bu. Allohga haqiqiy taqvo qilinglar va musulmon bo'lgan holatda o'linglar degan. Ikkinchisi, wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Alloh taoloni hablini, Allohning arqonini mahkam tutinglar. Ikkinchisi, Alloh taoloning arqonini, hablulloh. Allohning arqoni deganda bu yerda bir hissiy arqon emas, albatta bu. Ma'naviy arqon. Bu Ibn Abbos radhiyallohu anhudan aytilganki, bu arqonni bir uchi agar odamlarning qo'lida bo'lsa, ikkinchi uchi Allohning qo'lida turadigan arqon. Mana shu arqonni mahkam tutinglar. Bunda salaflardan juda ko'p tafsiri kelgan. Hammasining ma'nosi bir xil. Ba'zilar aytgan hablulloh, Allohning arqoni bu, Allohning kitobi bu. Allohning kitobi Allohning arqoni bo'ladi. Ba'zilar aytganki din, islom dini Allohning arqoni bo'ladi. Ikkovi Allohning kitobi bilan islom dini o'zi bitta narsa. Hatto Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar, hablulloh bu jamoat degan. Jamoatni mahkam tutinglar. Jamoatda turishlik, yomon ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatda turishlik, yaxshi ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatdan chiqib ketishdan yaxshi degan Ibn Mas'ud. Ya'ni jamoatda bo'lib turib, qorni och bo'lib yurishligi
jamoatsiz bo'lgan holatda qorni to'q bo'lib yurishlikdan yaxshi. Agar jamoatda yalang'och bo'lib yursangiz ham o'sha yaxshi bo'ladi, jamoatdan tashqarida yaxshi kiyimlarni kiyib yurgandan ko'ra. Mana bu narsa Allohning arqonini mahkam tutinglar degan. Allohning arqoni yig'ib kelganimizda Allohning kitobi bo'ladi. Bu Allohning dini bo'ladi. Demak biz fitnaga uchramasligimiz uchun, bu dunyoda musulmon bo'lib yashashligimiz uchun eng kerakli narsa Allohning kitobini mahkam ushlashligimiz kerak. Bu ilm o'rganmasdan bo'lmaydi. Allohning kitobini mahkam tutishlik uchun Allohning kitobini o'rganishlik kerak. Allohning kitobidan yuz o'girsak, uni ta'lim olmasak, necha yillar o'tib ketsa ham uni o'qishni ham bilmasak, ma'nosiga qiziqmasak, Allohning kitobini qanday qilib turib biz mahkam tutamiz? Allohning kitobini halolini halol deyishlik, haromini harom deyishlik, mana shu kitobni o'zimizda o'rtamizda kelishmovchiliklarimizda hamma o'rinda mana shu kitobni biz o'zimizga dastur qilib olishligimiz Allohning arqonini mahkam tutishlik bo'ladi. Mana shu shartni qilmagan odam musulmon bo'lib hayotdan o'tishligiga hech qanday kafolat yo'q. Hozir Alloh taolo musulmon bo'lib hayotdan o'tishlik uchun, yana takror aytaman, umumiy bir qoida aytdi. U nima? Va'tasim, Alloh taoloni mahkam tutishlik. Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bu birinchisi. Keyin Alloh taolo uni tafsilotini aytayaptiki, buni birinchisi haqiqiy taqvo qilishligimiz kerak ekan. Ikkinchisi Alloh taoloning arqonini, ya'ni bu dinni mahkam tutishligimiz kerak. Uchinchisi jami'an degan qoida. Ya'ni Allohning arqonini sizlar bu kitobni jamoat bo'lib tutinglar degani. Mana bu narsa jamoatga targ'ib qilishlik bo'lyapti. Shariatni maqsadlaridan, katta bir maqsadlardan biri butun musulmonlarni jamlashlikni shariat xohladi va mana shu jamoatda hidoyat borligini Alloh taolo bizga bayon qildi. Jamoat bo'lib tutmasa inson, demak haqiqiy o'sha Alloh taolo xohlagan bu hidoyat hosil bo'lmaydi. Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siratin mustaqimga hidoyatlanishlik. Demak bizning maqsadimiz hidoyat topishlik. Shu islom yo'lida to'g'ri yurishlik. Shu islom yo'lida o'lishligimiz. Mana shu uchun shu 3 ta shartni mahkam bajarishligimiz kerak. Birinchisi haqiqiy taqvo qilish, ikkinchisi Allohning arqonini mahkam tutishlik, uchinchisi Allohning arqonini jamoat bo'lib tutishlik, jamiat. Mana shu 3 ta narsa topilsa inshaalloh keyin dunyoda nima ustida qanday o'lsangiz o'lavering. Sahobalarning asosiy maqsadi mana shu narsa bo'lgan. Izzat Alloh taolodan deb mahkam bilgan ular. Ishonchlari Allohga bo'lgan. Bizning hayotimizda maqsadimiz bir narsalarga erishishlik, bir natijaga erishishlik emas. Birdan bir maqsadimiz Allohga musulmon bo'lib yo'liqishlik bo'ladi. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ning oldiga 2 xil taom olib kelindi. 2 xil taom olib kelinganda u kishi qarab turib, taomga qarab yig'lagan ekanlar. Va aytdilarki, meni birodarim Mus'ab shahid bo'lib ketdi. Vallohi u menda yaxshi edi degan. Lekin kafanlashlikka hech narsa yo'q edi degan. Agar natija muhim bo'lganda edi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rum va Fors fath bo'lmasdan turib dunyodan o'tmagan bo'lardilar. Bizning maqsadimiz natija emas. Bizning maqsadimiz musulmon bo'lib bu hayotdan o'tishlik. Ya'ni xulosa shuki, islom musulmon bo'lib bu hayotda musulmon bo'lganimizdan keyin shu dunyodan musulmon bo'lib o'tishligimiz uchun biz mana shu 3 ta narsani mahkam tutishligimiz kerak. Alloh taolodan haqiqiy taqvo qilishlik va ikkinchisi Alloh taoloning arqonini mahkam tutishlik. Allohning arqoni bu, xulosa gapning xulosasi Allohning arqoni bu nima? Allohning kitobi bo'ladi. Allohning kitobini mahkam tutishimiz kerak. Bizni bu jamoatdan meni vasiyatim shuki, Allohning kitobini mahkam ushlaylik, buni o'rganaylik, ta'limini o'rganaylik, bolalarimizga o'rgataylik. Vallohi bizning izzatimiz mana shunda. Agar Alloh taolo bizni aziz qilsa, hech kim bizni xor qila olmaydi. Sahobalar mana shu bilan aziz bo'ldi. Mana shu bilan ularning kiyimi, ustidagi kiyimlari bitta kiyim bilan o'tib ketgan. Lekin butun dunyoni
butun dunyoni g'animatlari, hamma puli ularni oyog'ini takka olib kelib tashlandi. O'sha Abu Tolibni shiabiga, Abu Tolibni darasida musulmonlarni qamal qilib, ularni ochlikda qiynab, kofirlar qiynab turgan paytdan keyin 10 yildan ziyodroq vaqt o'tishligi bilan 10 yil o'tmadi, 10 yildan ziyod vaqt o'tdi. Bu hijratda 8-9 yili bo'lgan bo'lsa, o'shandan keyin mana hijratdan Be'sani 8-9 yil bo'lgan. Keyin hijrat qildilar Rasululloh. Hijratda 9-yilida Alloh taolo oyat nozil qildi. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas. Ey iymon keltirganlar, mushriklar najas, ular Masjidil Haromga kirmasin degan. Fala yaqrabul Masjidil Haroma ba'da amihim hada. Fa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullohu min fadlihi in sha'a. Innalloha alimun hakim. Ey iymon keltirganlar, mushriklar najas, ular Masjidil Haromga oyog'ini bosmasin degan. Necha yil o'tdi o'rtadan? Hech qancha vaqt, yaqin vaqtda ularni qamal qilib ochidan o'ldiramiz deb turgan odamlarni Masjidil Haromga oyog'ini bostirmanglar ularni dedi. O'shanda ba'zi bir iymoni zaif bo'lgan kishilar, agar bu mushriklarni bu yerga kirgizmaydigan bo'lsak, bizning iqtisodimiz nima bo'ladi? Asosiy tijoratimiz shulardan bo'ladi-ku. Deganda Alloh taolo ularga javob berib aytayaptiki, agar sizlar kambag'alchilikdan qo'rqsanglar, Alloh taolo o'zini fazli bilan sizlarni boy qiladi. Bu bir qoida bu. Allohning shariatini qilaylik, Alloh bizni boy qiladi. Qanday boy qiladi o'zi biladi. Fasawfa yughnikumullohu min fadlihi insha'a. Alloh taolo o'zi xohlasa, sizlarni o'zini fazlidan o'zi boy qiladi. O'sha gapdan keyin Yaman ahli musulmon bo'ldi. Yaman ahli ular Hind bilan birga ularning tijorati bor edi. Hindistondan kelayotgan mollarni Makka ga olib kelishdi. Butun boylik ko'payib ketdi. Tabala ahli ular musulmon bo'ldi. Ular dehqonchilik qiladigan xalq edi. Ular o'zlarining dehqonchiliklarini Makka ga olib kelishdi. Keyin Jadda ahli musulmon bo'ldi. Jadda ahli Bahrul Ahmar atrofidagi qabilalar musulmon bo'ldi. Ular Misr bilan tijoratlari yaxshi edi. Misrning tijoratlarini olib kirdi. Alloh aytganidek boyib ketdi. Hozir mana bu bizdagi noto'g'ri tushuncha. Agar biz shariatni qilayotgan bo'lsak, biz kambag'al bo'lib qolamiz, bizni atrofdan odamlar talab ketadi degan narsa, bu eng islomiy tushunchani teskarisi bu. Alloh taolo mana shu narsani teskarisini aytgan. Alloh taolodan so'raymizki, hammamizni birligimizni o'zi Alloh taolo asrasin va mana shu asllarga amal qilishlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Agar biz Allohning orqonini mahkam tutadigan bo'lsak, inshaalloh bizda g'olib kishi bo'lmaydi. Alloh taolo bizni aziz qilsa, hech qachon xor bo'lmaymiz.